Bitta xo'roz O'zbekiston bilan Rossiya chegarasiga kelib, aynan chegaraning chizig'iga tuxum qo'ydi. U tuxum qaysi davlatga tegishli bo'ladi? O'zbekistonga. Sizni kallangizga qoyila. Sizni kallangizga hammamizni qoyilamiz. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Odamning eng kichkina suyagi qaysi a'zosida joylashgan? Bilmadim. Qiz bola turmushga chiqishda oldin shunaqa bo'lib qoladi, qo'yaver. Bilganlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Bitta tuxum 5 minutda qaynab pishsa, 3 ta tuxum necha minutda qaynab pishadi? 5 minutda. Ko'p kuydirsizlar, ha? Noto'g'ri. Bir odamning akasi bor, lekin u akaning ukasi yo'q. Qanday bunday bo'lishi mumkin? Tog'asi bo'ladimi? To'ppa to'g'ri. Yer qaydasang, kuz qayda. Kuz qaydamasang, mana shunday inson bilan yuz qayda. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyga yozib qoldiringlar. 4 burchakning 1 burchagini kesib tashlasak, necha burchak qoladi? 5 burchak.